23-iyun haftaning seshanba kuni yana bir gigant katagimiz tayyor bo'ldi. Bu katagimizning razmeri uzunligi 4 metr, eniga, ya'ni yoniga 1,5 metr, balandligi esa 220 santimetrni o'z ichiga oladi. Katagimiz juda full holatda chiqdi. Nimaga desalar, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Ikki tomonda cho'jaxonalari bor. Cho'ja yoki yaponka boqaman deganlarga bu tomonda ham joyi bor, bu tomonda ham joyi bor. Eshiklarni ichkaridan, oxirlarini esa tashqaridan o'rnatganmiz. Glavniy eshiklari o'rtadan, arka holatda. Odam bemalol sig'adi. Eshiklari profildan. Ikki qator qo'noqlarni o'rnatib o'tib ketilgan. Ikki tomonda mana don idishlari bor. Ikki tomonida ikkitadan 4 ta tuxum qiladiganlari va tuxum oladigan eshikchalarni o'rnatib o'tib ketganmiz. Shuncha mehnatimizga bittadan like, bittadan komment yozmasangiz, to'g'risini aytganda vijdonsiz odam ekansiz.